Assalomu alaykum opalar, singillar, akalar, ukalar, barchaga assalomu alaykum yana bir bor. Mana Toshkent, Moskva, Toshkent qatnaydigan avtobusimiz bemalol ishonchli. WhatsApp nomerlar telefon qilasizlar. Shofyorlarimizni stajlari hech qaysi biridan 20 yildan kam emas, ishonchli. Avtobusimizda ikkita chiqish joyi mavjud bo'lib, yuk joylari qo'yiladi. Agar ruchnoy yukingiz bo'lsa, tepada qo'yiladigan joylari bor. Misol uchun, ichkarida sharoitlari yaxshi. Yuringlar, ko'rsatib beramiz. Kirishda o'ng qo'lda yo'lda to'xtash shart bo'lmaydi. Sidenalarimiz bemalol bu yoqqa ikkish tiqib qolmaydi. Bemalol orqaga ham yotib ketsanglar bo'ladi. Talonimiz shu ko'rsatganimizda yo'lovchilarimiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizlarsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Men yaxshiman. Yaxshi yetib keldingizmi? Yetib keldim. Avtobusimiz ketyapman endi mana. Ketyapmiz. Avtobusimiz sharoiti qanday ekan? Sharoiti hozircha yaxshi. Endi yurgandan keyin ko'ramiz yana. Avtobusda kamchilik yo'q hozircha. Kamchilik yo'q hozircha. Yaxshi. Yangi avtobus ekan mana sidenalar. Yo'lkiralar siz xohlagan darajada. Yo'lkiralar yaxshi. Yaxshi. Odam holi suv, kamchilik, konditsionerlar ishlaydi. Konditsionerlar ishlasa mana telefonlarda nimasi ishlar ekan, Xudoga shukr. Yaxshi hozircha. Va yo'lovchilarimizni o'zlarining fikrlarini eshitdik. Bu yo'q xulosa o'zingizlardan.